yangilikli bomba. Bunga qarang. 4000 Hamma yo'l chiqarib beradi bu razmerga. Gap yo'q, a? Yangi listdan kesib beradi. E'tibor berdim, eski narsa ishlatmas ekansiz. Yo'q, yangi listdan qilinadi aka. Qarang, hamma yo'qlari yangi. E'tibor bersangiz, bu bitgan holatini ham ko'rib qo'yamiz. Akalar. Voy joning sog'i yur, akalar. Yangilikli bombasi. Yangilikli o'tayam bombasi. Bir kuniga hurmatli obunachilar katta 60-70 litrli qozonda atalarni qaynatib, sizni chorvangizga chiroyli qilib yetkazib beradi. Ajoyib yangilikli bomba. Bunga qarang. 4000 so'mni atrab olasiz, 1 litrni 5 litrli boshqasiga quyib qo'yasiz. 4 soat, 5 soat sizni atalarni qaynatib, sizni chorvangizga yengillik qilib qo'yadi. Drabelkani ham, aqshi davodni ham ideal holatda ekan. Bo'ladi aka. Nomari. O'chirib qo'ying. Qarang, bu yangilikda qarang. 3 soat, 4 soat yonib berar ekan 1 litriga. Akalar, e'tibor berib turing. Drabilka apparat deysizmi? Drabilka apparatni ham haqiqiy joyiga kelganmizki, sexni ham bitta ko'rsatib qo'yaman. Sizlar uchun eng arzonidan arzon joyiga. Plazmasi bor. Eski pufki narsa ishlatmas ekan, bu bir. Eng e'tibor bergan narsam shu. Ikkinchi holati. Sivarkani elektrodda biz pol avtomatdan foydalanishar ekan. Pol avtomatni buni bilgan odamlar biladi. Rosa ham nima deydi? Mustahkamligi zo'r. Suv ishiga ham ko'p joyga pol avtomat ishlatishadi. Ishi ham zo'r, e'tibor bering. Bironta eski material yo'q. Plazma o'zida o'zlari kesib, chiroyli haqiqiy mehnatni zo'r qilib berar ekan. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli chorvadorlar. Buni o'chirib qo'ying. Bozor shamolini kuzatuvchi qadrdonlar. Hurmatli obunachilar, 2025-yil hafta kuni yakshanba 21-dekabr. Misvaq olib kelib qo'y. Farg'ona viloyati Yazovon shahridamiz akalar. Sizlar uchun ajoyib bir chiroyli, manfaatli xalqimizga, elimizga, vatanimizga manfaatli foydasi tegadigan syomka qilib beramiz. Videodan uzoqlashmay, chiroyli qilib ma'lumotni beramiz. Siz bir dona like bosib qo'yasiz. Bugun ko'rasizmi, erta ko'rasizmi, bir oymi, bir yildan keyinmi, qachon bo'lsa ham telefon qiling, ishingizni bitkazib beradi. Xudo xolasa do'stimiz ma'lumot beradi. Assalomu alaykum. Obunachilar o'rniga. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Islom aka oldingizmi? Rahmat, ishlar yurgizyapsizmi? Rahmat, xudo xolasa ishlaringizni yuzyapmiz. Gap yo'q. Xudo xolasa xalqqa arzon qilib chiqarib beramiz. Birinchi qo'l. Joningiz sog' bo'lsin. Xudo xolasa ishiga kafolat beramiz. Xudo xolasa ishiga, sifatiga hamma yo'g'iga javob qilamiz. Gap yo'q. Apparatlarda bizga motorini, katta-kichiklarini tanishtirib bersangiz, keyin yurgizib ko'rsatib berasiz. Motorlari alyuminligi, misligi bo'ladi aka. Xo'p. Motorga 6,5 kilovat, 3,5 ming obort yozilgan, 4 kilovatga deb beryapmiz. To'liq quvvat 4 kilovat 3 ming obort bo'ladi. Xo'p, o'zida samazashlar, relelari, avtomatlari, tok ko'rsatib turgan voltmetrlari hamma yo'g'i bo'ladi. Xo'p. Keyin qulayliklaridan setkalari yonidan tushadi ekan. Udobstvo. So'nggi yonidan kelib chiqadi. 4 xil setga qo'shib beriladi. Apparatni ichida? Bemalol yetalab yursa ham bo'laveradi. Gap yo'q. Aka, bu drabelkamiz hozir bu ichi qozoni nechiga nechi? Xo'p, 50 litr bo'ladi aka. Hammasi standart. Standart. Zakasga qarab katta kichigini qilib beriladi. Zakasga qarab katta 3 fazalarda ham qilib beraveramiz. Keyin xo'p, motoriga qarab, kilovatiga, kuchiga qarab narxi ham o'zgaraveradi. Gap yo'q. Hurmatli obunachilar, alyumin misligi bor ekan, narxini so'rab o'tamiz, xudo xolasa. Videodan uzoqlashmay turing. Eng zo'r o'zimga ham yoqqan narsa, anuni ham hali to'g'risi rostmoni o'g'il bolacha yeb ko'rmadim. Zo'r narsa ishlab chiqarishib qo'yibdi. Uni ham, xo'p, uyga ishlataman siz, u pechkani ham ko'rsatib, uni ham ma'lumotini beramiz. Xo'p, aka, misligi bilan alyuminligini narxi nechi pul? Xo'p, alyuminlik bilan mislikning farqini aytib o'tib ketaylik oldin. Xo'p. O'zbekiston sharoitiga ko'p joyda tok past bo'ladi. Alyuminligini tavsiya qilamiz. Xo'p. Alyuminligi 160 tokdan tepasiga ishlaveradi. Gap yo'q. Misligiga 200 dan baland tok bo'lsa yaxshi bo'ladi. Yaxshi. Xo'p. Buni pichoqlari manumi aka? Xo'p, pichoqlar ikki xil pichoqda chiqyapti aka. Manu mahalliy bo'lmasin, yengilroq bo'lsin deganga manundan qilib beramiz aka. Xo'p, bu 5 li listan qilinadi.
Xo'p, mahaviylik deganga mana mahaviylik qo'yib beryapmiz. Xo'p, 9,5 kilolik mahaviy. Zavodskoy. Sentrlari xudo xolasa 0 ga olinadi. Mana to'rt xil setkasi bo'ladi. Molbop qilib chiqarib beradi, qo'ybop qilib chiqarib beradi. Mana makkani yorma qilib chiqarib beradi. Mana bug'doyni chiqarib un qilib beradi, uni ko'rsatamiz video davomida. Gap yo'q. Aka, narxi xalqimizga necha puldan qo'yib berasiz? Xo'p, narxini shu, xo'p, 4 kilovat 3000 oborotligini, motor baquvvatini, xo'p, vodiy bo'ylab 2 million 400 ming so'mdan dastavkasi ichida qilib beramiz. 2 million 300 mingdan qilib bering. 2 million 300 mingdan qilib beramiz siz obunachilaringizga. Joni sog' bo'lsin. Men sразу 2 million 300 mingdan degan sababi men ko'p joyda reklama qilsam 2 million 300 mingdan chiqish joyi o'zi olib ketib olsin, dastavkasiga qo'shiladi dedi. Siz dastavkani men o'zim qilib beraman degan uchun 100 ming xayr so'radim. Olsin maza qilsin sizdan. Xo'p, buni motori 4 kilovat, eng baquvvat motor 220 ga eng baquvvat kuch motor mana shu bo'ladi. Bundan motor kichikroq bo'lsin, bo'laveradiganiga narxi yana ham pasayadi. Gap yo'q. Xo'p, joyimizdan kelib olganga yana ham yo'lini qilib beramiz. Hurmatli akalar, mana shu narsani magazindan olaman siz 3 million kami bor deydi, 2 million 800 ga olasiz. 2,5 millionga ham olarsiz. Lekin siz uchun narxni eshiting, dastavkasi vodiy bo'ylab qilib beriladi. Ikkita 3 ta olsa qanchaga qilib berasiz? Xo'p, O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bor, kelishilgan holatda. Suqing aka apparatni bitta ko'ramiz. Hurmatli akalar, xolis bahoni beraverasizlar. Aka, mehnat uchun bittadan lakni bosib turasizlar. Bug'doy bilan makka aralashib qo'yganmiz. Hop. Bu mayda setkasini chiqarib beramiz ikkiligida. Keyin sotali makka bor, uni ham chiqarib beramiz. Somon, poxol, xo'p, hamma yoq chiqarib beramiz. Bosing aka. Akalarimiz mehnat uchun qarang, nechta odam bitta oila boqyapsiz. Siz ham men ham qatori mehnatdan. Bitta lak bosib qo'ying, akalarni qadr qilib mehnat uchun. Bosing aka. Ketdi. Bismillahirrohmanirrohim. Bo'ladi aka. Apparatning ovozini qarang, yumshoqligini. Yumshoqligini e'tibor bering apparatga. Qarang mana. Odamni qo'li yuvindib eskalab bekorga gapirmaydi-da, qarang. 4-5 yil oldin mana shu narsalar bormidi? Ijodida qiynalib o'zimiz vaqtimiz sarflayotgandik. Qarang. Bitta pressda o'tgan safar birovni uyida syomka qilgandim, bitta pressga misol to'g'ri emas desangiz 10 minut 15 minut vaqtingizni sarflaysizda, bitta pressda 1 minut yo bormay ham chiqarib qo'yapti-da. Shunisiga ham e'tibor bering. Agar to'tali makka chiqaradimi deganlarga to'tali makka chiqarib beramiz. Bosing aka. Bo'ladi. Tezagana apparati. Tezagana apparati. Xudo xolasa, Mana. Mana. yorma setkaga chiqarilgan holati bu. Jo'jalarga. Mana. Bitta zo'r biznes. Bitta ko'p ideya berib ketaman-da. Bitta o'g'lingizning o'qishda o'qiydi, maktabdan kelsin, bitta drabilga qilib bering. Mana shunaqa qilib chiqarib, mayda qilib mahallangiz boshida do'konga berib turing. Siz uchun bitta kichkinagina o'g'lingiz uchun biznes. Lekin hozir kichkina ko'rinadi. Sekin-sekin etap-etap bu jonivorni 2 taga 3 taga qilib ko'paytirib, buni ham kilosini qo'shganda effektini ko'rasiz. Bosing aka uchun. Aka qarang, tevaga urmasin deb, tevaga unaqa aylantirib qo'ygan ekan les. Vakuumli deyiladi, xo'p, ichiga tortadi. Xo'p. Mana bu qo'ybob setkasi bo'ladi. Mana bu molbob setkasi. Xo'p. Qo'yani hozir shu setkasi holatda chiqarib beramiz, keyin setkali holatda ham chiqarib beramiz. Farqini ko'rishadi aka. Gap yo'q, bosing aka. Ozoz chiqaring aka. Somon tashing. Setkali holat.
Gap yo'q. Qo'yib olib ketyapsizlar. Qo'y. Xo'p, bundan oldingisi yirigi tetkada mana u chiqdi akalar. Mana. Bundan oldin yirirog'ida. Bundan mayirrog'ida mana u chiqdi. Qarang. Buni drabilkani akalar juda ko'p odam sekin-sekin tushunib yetyapti-da buni. Molni, somonni butunicha yutib bering. Boringki 70% yeyiladi. 30% musurga chiqadi. Bu degani misol uchun 10 ming bo'lsa, 700 so'mini yedirasiz, 300 so'm pulingizni musurga tashlaysiz. Buni olib qo'ying, mana shuni silyosizga aralashtirib turib berib turingchi, molingizdan nusht qolarmikin. Mana. Mehnatni bitta qadrlab, bitta like bosib qo'ying akalarimiz uchun. Xo'p, akalar, drabilga ma'lumotini berdi, ishlashiga, sifatiga javob beriladi. Ova apparat tez. Keyin bitta narsasiga e'tibor berdim, juda yumshoq ishlar ekan apparat. Telefon qilishaversin, tergan odamni rozi qilib beramiz aka, xudo xolasa, yo'lida qilib. Aynan YouTube kanalida, TikTok, Instagramda, Bozor shamoli kanalidan ko'rib telefon qilyapsiz, qalbingiz yumshasa yana mengaroq. Xudo xolasa, telefon qilgan odamni rozi qilamiz, o'zimiz ishlab chiqaramiz. Gap yo'q. Dehqonchilik. Dehqonchilik. Xo'p. Aka buni ma'lumotini bering endi. Bu top galilka deyiladi. Xo'p. Atalaga, keyin anaqa katyol, patyol, keyin baliq pishiradigan o'choq tagiga bo'laveradi aka. Bu 500 litrgacha suvni bemalol isitadi aka. Joningiz sog' bo'lsin. 500 litr? Malades. Xo'p. Bo'yi 1 metr 2 metr yonadi aka. Hozir yoqib ko'rsatamiz. Yoqdingiz, ko'rdik. Atrofga moyga yonadi mana. Mashinadan chiqqanda yoqqa. Bu hozir bunga necha litr sig'adi? Bunga 5 litr sig'adi aka. 5 litr yoq quysa, necha soat yoqib beradi? Xo'p. Soatiga 2 litr 3 litr rasxod qiladi. Nimasiga qarab? Iskoriga qarab. Baland pastiga qarab, 10 ta iskori bo'ladi. Xo'p, bu motorni o'zimiz tayinlaymiz. Mana shu motor bilan O'zbekiston bo'ylab 1 million so'mga dastavka qilib beramiz. Gap yo'q. Motorini kichikroq hali Xitoyda motori bor, plasmassa. O'shandan qo'yib sotishyapti. Bundan birov bergani yo'q. Biz buni o'zimiz tayinlaymiz, o'zimiz. Motorisimiz admotga ham qilamiz motorni. Xo'p, gap yo'q. Buni hozir ishlatib ko'rsataman aka sizga. Yaxshi. Otasiga rahmat, shuncha ideya kiritib, yonaveradi. Yangi qarang. Skorisini qo'shsa, yonishini qarang. Qo'yili. Balandligini qarang. Bo'ladi. Pasaytiring. 1 millionga dastavka ichida. O'zbekiston bo'ylab aka. Joningiz sog' bo'lsin. Yaqinroqqa demay, yo'li bor ekanda. Xudo kelib olib ketsa, ozgina yo'lini qilib beramiz. Qilib berasiz-da. Yo, misol uchun bitta drabilka oladigan akalarimiz bo'lsa, yo'l-yo'lakay bo'lsa, berib yuborasiz, yengilroq qilib. Dastavkasi bilan qo'shib yengilroq tushadi. Mash motori bilan bundan Xitoy motori bilan desa, narxi 200 ming pasayadi yana. Gap yo'q aka. Qoyil otangizga rahmat. Pechkani ma'lumot. Keyin internetda mashhur bo'layotgan o'sha trend bo'lib ketdi mana shu pechka aka. Atrofga pechka. Maraylar. Xo'p, bunda 1 litr 3 soat yonadi aka. Gap yo'q. Nech puli? Xo'p. Puli 500 ming so'm qilib beramiz aka. Dastavka bormi yo'qmi? Dastavkasi kelishilgan holda. 500 mingga dastavka qilib bering mashina. 500 mingga dastavkasi uchun to'g'ri qoladi. Xo'p. Lekin xolos yo'lida qilib beramiz dastavkasini aka. Xudo xolasa yengil qilib. Aynan o'zim Andijondan, Yangi bozordan chaqirtirdim. Akalar, men o'zimga emas, o'rtog'imga chaqirtirdim. Xo'rozvoz edi. Biroz kattaga chaqirdi, 600 ming so'mga keldi. Rosmona 600 ming so'mga mashina narsa bizni Quvaga, Andijondan Quvaga dastavka qilib chiqarish berdi, 600 ming keldi. Batta 500 ming deyapti. Dastavkasini kelishamiz deyapti. Keyin bu materiallar qalindan qilingan, yuppadan qilingan. Lista? Keyin materiallarga e'tibor bering, eski-tuski narsa ishlatilmagan. Turbalari ham qalin, stenalari yaxshi ekan. Gap yo'q. Hurmatli akalar, chorvadorlar, akalarimiz bemalol aka. Bitta sexda ham, sekin. Akalar ijodda. O'zimiz ishlab chiqariladi, hamma yo'q, yangi listdan qilinadi. Xo'p, sifat birinchi o'rinda, bunda chiqadi, hamma yo'q. Razmerga faqat vaqtda yig'ib qo'yishadi, suratga ishladi bo'ladi. Hamma yo'q chiqarib beradi bu razmerga. Gap yo'q, yangi listdan kesib beradi. E'tibor berdim, eski narsa ishlatmas ekansiz. Yo'q, yangi listdan qilinadi aka. Qarang, hamma yo'qlari yangi, e'tibor bersangiz, bu bitgan holatini ham ko'rib qo'yamiz, akalar. Ish jarayoni. Do'stlar, hamma yo'q tomonlama e'tibor bersa, misol
Sigarchi akalarimiz bo'lsa ham yaxshi ahli aytgan akalarimiz ko'rib bilib olaveradi shoularga qarab. Aka kelgan anaqa qo'zimanglar, magazinlar foydalangani, optimal emas, ularga ham qilib beramiz aka. Ularga yo'lida qilib beramiz. Yo'lida qilib beramiz, cheklanmagan miqdorda chiqarib beramiz. Iloji boricha ulgutib beramiz aka. Gap yo'q. 10 ta odam ishlaydi mana shu yerda hozircha. Joningiz sog' bo'lsin. Hurmatli akalar, chorvadorlar, akalar, ukalar, siz uchun chiroyli, manfaatli video qilib berdik degan umiddamiz. Xudo xolasa, mana bizning kanalda orqasidan oling, foydalaning, bizga ham rahmat aytib duo qilib qo'ying. Birinchi o'rinda bizni qo'ying. Akani ham qo'ying. Aka ham sababchida. Xudoyim rizq berib, mashincha odamni ishlatyapti-da, qarang. Mashincha 10 ta odam mehnat qilib, peshana teri to'kiyapti. Talak bosib, chorvadorlarga Telegram, WhatsAppda jo'natib qo'yaverasizlar. Hammani chorvasi yo'lda baraka bersin. Aka bozoringizni bersin. Telefon qilgan odam qaytarmaysiz. Telefon qilgan odamni qaytarmasdan rozi qilamiz aka. Gap yo'q. Aloqaga chiqarasizlar, o'zingizlar ehtiyot qilinglar, hammani chorvasi yo'lda baraka bersin.